Xitoyni bilamiz, o'sha dunyodagi eng qadimiy va yirik sivilizatsiyalardan, ya'ni yuksak madaniyat yaratgan bir xalq sifatida bilinadi, davlat sifatida bilinadi. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy bilan juda ham yaqin aloqada, iqtisodiy aloqada bo'lib kelyapti. Diplomatik aloqalari ham yaxshi. Demak, Xitoyning ancha-muncha investitsiyalari ham kirib kelyapti. Bu bir tomondan biz uchun foydali, qonarli hodisadek ko'rinadi. Boshqa tomondan esa ko'pchilikni, umuman jamiyatimizni, fuqarolar, yurtdoshlarimizni biroz tashvishga soladi. Sababi Xitoyning nafaqat bizni mintaqani, balki boshqa xalqlar, hatto G'arb ham, Yevropa ham, boshqa davlatlar ham, Xitoy bilan qo'shni yirik davlatlar ham Xitoyning siyosatidan biroz cho'chib turadi-da. Shu bir real bir xavflar bordek ko'rinyapti, tashvishlanyapmiz. Aslida turkiy va forsiy xalqlar juda qadimdan Xitoy bilan bordi keldi qiladi. Iqtisodiy aloqalari, madaniy aloqalari bor. Shuningdek, Xitoyda o'nlab turkiy xalqlar yashaydi. Mana Uyg'ur qarindoshlarimiz, sariq Uyg'urlar, Salorlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar. Demak, hatto Sharqiy Turkiston degan o'lka biz uchun ardoqli bo'lgan o'lka bugungi kunda Xitoyning bir qismini tashkil etadi.